Aidex dublash kanali taqdim etadi. Maroqli tomosha tilaymiz. Biz endi 7 kun davomida Arktikada bo'lamiz va biz bu yerda omon qolishimiz uchun ortimizdagi buyumlar mavjud. Men yiqildim. Yo'q. Mayli, baribir 2 fut qorga yiqildi. Kechqurun sovuq bo'ladi. Shuning uchun boshpana qurishimiz kerak. Qayerga ketyapmiz? Bilmadim. Bu sovuq faqat boshlanishi edi. Biz barchasini noto'g'ri qilyapmiz. Menda kasallik boshlandi. Barmoqlarim binafsiranga kiryapti. Bizga mo'jiza kerak. Oxirgi omon qolish videomizni muvaffaqiyatsiz yakunladik. Bu men va mening 5 do'stimning najot topishimiz. Bolalarga aytgandim, bizga chodir kerak emas. Chunki u nima qilyapti? Bu nima? Bu yer bizning uyimiz bo'ladi. Qor ostida qolamizmi? Bugun bizning 2 dona maqsadimiz bor. Birinchisi boshpana qurish, ikkinchisi esa olov yoqish. Olg'a yigitlar. Ryukzaklarning birida velkurak bor. Marhamat, olaver. Arktikada quyosh botishni boshlashi bilan yigitlar, tun tushguncha qilib bo'lmasak, sovuqdan o'lamiz. Nolanning gapi to'g'ri. Kechasi juda ham sovuq bo'ladi. Hattoki bir necha soniyada muzlab qolish ham mumkin. Men tezroq o'tin yig'ishim kerak. Ichkariga kirganim sari qor ham qattiqlashyapti. Qordan qalay bo'lishini istayman. Biz tezroq qordan qalay qurishimiz kerak, chunki u bizni Arktikadagi shamollardan saqlaydi. Yo xudoyim, tunda harorat 0 gradusdan pastroqqa tushadi. Shuning uchun bu bizga juda ham zarur. Unda biz muzlab qolamiz. Barmoqlarimiz juda ham sovuqatgani tufayli biz tezroq qurishimiz kerak. Men omadliman. Yetib keldi. Endi siz hammamiz boshpanaga sig'amizmi yoki yo'qmi, buni bilishimiz kerak. Ketdik. Tunda bu yerda uxlashimiz mumkin. Bu juda qulay. Ayniqsa oyoqni uzata olmasak. Men hatto Toshkordami? Tun tushishiga 2 soat qoldi. Agar boshpanamizni kattaytira olmasak, biz uxlay olmaymiz. To'g'ri, bu qulay bo'lmasligi mumkin, lekin biz sovuqdan vafot etmaymiz. Chunki bu videodagi asosiy maqsadimiz. Shunday qilib biz quyosh botgunicha boshpanamizni kattaytirishga urindik va biz olov yoqishga ham harakat qilib ko'rdik. Men juda hayajondaman, chunki tunda bu olov avj oladi. Harakatni boshladik. Do'stim, o'ylashimcha bu joy bizga yetmaydi. Men yana qazyapman. Olov yoqishni uddaladik. Bizda endi olov bor. Bu nimani anglatishini bilasizlarmi? Ushlab tur. Nima pishiryapmiz o'zi? Nima qilyapsan? Uni olovga qo'y va bizda suv paydo bo'ladi. Bu bayram, lekin afsuski quyosh botyapti. Uy tayyor bo'ldimi? Yo'q. Bizda hali umuman hech narsa tayyor bo'lgani yo'q. Mayli, ko'ramiz suvning ta'mi qanday ekan. Sen sinovsan. Sizlar suvni issiq deb o'ylayapsizlar. Aslida esa qor yog'gani uchun suv hali ham sovuq. Meni kurtkam yonayotgan ekan. Shimingga qara. To'xtanglar, demak meni shimim butunlay olovda turgan ekan. Tun o'tib bo'ldi. Demak bu texnik jihatdan 2-kun. Bilaman, hammangiz charchagansiz va uyqungiz kelyapti, lekin boshpana hali ham biz uchun kichik. Chunki Hayes va bizning operatorimiz bu yerga sig'mayapti. Biz birinchi kunda olov yoqishga erishdik va o'zimizning kichik boshpanamizga joylashdik. Lekin bu bizning barchamiz uchun eng yomon uyquga aylandi. Yigitlar, kamera tom ma'noda muzlab qolibdi. U qotib qolibdi. Bu eng zo'r uyqu bo'ldi. Kechasi juda ham sovuq bo'ldi va bizning barcha narsamiz muzlab qoldi. Hattoki kamerani ushlab qo'lim ham muzlab qolyapti. Do'stim, menda qo'lqoplar yo'q. Juda ham sovuq. Yo'q, xudoyim, juda ham sovuqatdim. Barmoqlarimni sezmayapman. Yigitlar, ana bu yerga qarang. Uni ko'ryapsizlarmi? Nima? Axir 7 kun bo'lgani yo'q-ku. Har kun ustimizdan samolyot uchib o'tadi. Sizlar esa u bilan uyga ketishingiz mumkin bo'ladi. Faqatgina qutqaruv to'pponchasini osmonga otasiz, lekin ketishingizdan oldin siz sochingizni oldirishingizga to'g'ri keladi. Men hozir o'qizib keta olamanmi? Sochingni oldirganingdan so'ng. Vaqt bo'ldi. Kim ketmoqchi? Bu juda ham yomon fikr bo'ladi. Mayli, bu safar hech kim ketmadi. Yana ko'rishamiz. Afsuski bugun hech kim kal bo'lmadi. Birinchi kuni hech kim ketmasligi aniq edi, lekin bizda hali 7 kun vaqt bor. Agarda bugun ham kechagidek bo'lsa, men uyga ketaman. Biz endi boshpanamizni kengaytiryapmiz. Kamerani nega bizga qaratib olding? Men vazifamni bajaryapman. Demak, bizning eng katta maqsadimiz tunda uxlash. Biz 6 kishimiz, demak hammamiz yonma-yon yota olamiz. Bunday qilmasak kasal bo'lishim aniq. Bu rostdan ham ajoyib ko'rinyapti. Biz boshpanamizni o'yib tashlayapmiz. Bu bizni soatlab vaqtimizni oldi, lekin hali ham bu yer sovuq. Hojatni qanday chiqaramiz? Men hojatxona chodiri bo'ladi deb o'ylagandim. Uni oldingmi? U ro'yxatda edi. Sen oldingmi? Meni sumkamda bo'sh joy yo'q edi. U qayerda? Qanaqasiga? Sizlar barcha narsani xato qilyapsizlar, barchasini. Men axlat tashlash uchun joy qidiryapman. Agar biz lagerimizning oldiga axlatlarni tashlasak, bu qayiqlarni jalb qiladi.
Men qo'rqinchli narsa shundaki, bu yerda hayvon izlari bor, lekin men ularni ko'rmayapman. Xuddi ular meni kuzatib turgandek. Men juda ham uzoq o'yladim. Yordam to'pponchasidan o'q uzishni. Lekin haligacha bu ikkinchi kun ekanligiga ishona olmayman. Lekin men xuddi 6 yoki 7 kundagidek qiynalyapman. Chiday olishimga ishonchim komil emas. Bu yerda bolalar bor kuchini sarflab ishlashyapti. Men esa ular bilan faxrlanaman, lekin umid qilamizki, biz bu tun yaxshi uxlay olamiz. Ammo eng yomon narsa bu emas, chunki bizning oziq-ovqatimiz 3 yoki 4 kunga yetadi. Agarda biz baliq ovlashni boshlamasak, demak biz bu yerda omon qola olmaymiz. O'ylashimcha hali 3-kun emas, men muzlab qolganga o'xshayman, chunki yuzimda ba'zi taraflari binafshat turibdi va video qiziqarli bo'ladi deb o'ylayman. Tun kirib kelishi bilan harorat juda ham pasaydi. Hattoki bizning boshpanamiz ham bizni muzlashdan saqlab qola olmadi va bu juda ham xavfli bo'ldi. Barmoqlarimni umuman his qilmayapman. Tegayotganimni sezyapsanmi? Yo'q. Oyoqlaring juda ham sovuq. Voy yo'q. Va ularning rangi ham o'chib ketgan. Shuning uchun oyoqlaringni qo'ltig'imga tiqib Mening barmoqlarim hech qachon bunday tekis bo'lmagan. Oyoqlaring juda ham sovuq va ularning rangi oppoq. Ular muzlab qolmasidan biz tezroq oyoqlaringni isitishimiz kerak. Chandler uchun bu juda ham qiyin bo'ldi, lekin bizni yana bir syurpriz kutib turgandi. Sen rostdan ham sochingni olib ketmoqchimisan? Sen hali ham shuni o'ylayapsanmi? Achinarli, lekin uchuvchimiz ham ucha olmas ekan, chunki juda ham qorli. To'g'ri, sabr qiling va o'zingizni asrang. To'g'ri, uchuvchi bugun ucha olmasligi mumkin, lekin ertaga ucha oladi, to'g'rimi? Bu faqat bir kun uchun, shunday emasmi? Samolyotimiz faqat bugun emas, bir necha kunlar davomida kela olmaydi. Demak, biz ham shu yerda qolamiz. Do'stim, bu yerga juda ham ko'p qor yog'ibdi. Ha, bu yer ancha o'zgarib ketgan, jirkanchli darajada. Afsus, bu bizning lagerimiz edi. Havo juda ham sovuq bo'lyapti. Bizning yagona choramiz olov yoqib isinish edi. Bo'lsangchi, qani endi kechasi yog'gan qor bizga yangi muammoni keltirib chiqardi. Yog'ochlarning barchasi zararlangan, ular juda ham nam, lekin menda bir fikr bor. Mana, buni yoq. Voy yo'q. Qani boshlaymiz, buni yoqishim kerak. Olovsiz bu kun davom etmaydi. Bizda kichik olov yondi. Nihoyat yondi. Buni men hayotim uchun asrashim kerak. Iltimos o'chib qolmasin. Nihoyat olov yoqishni uddaladik. Biz bor e'tiborimizni olovga qaratdik. Aslida boshqa narsalarga ham e'tibor berishimiz kerak. Bu yer juda ham sovuq. Bu narsa bizga yordam berishi mumkin. Bu narsaning nomi agr. Rostdan ham shunday. Mantiqan shunday. Biz yaqin atrofda muzlagan ko'lga boramiz va uni teshamiz va u yerdagi baliqlarni tuta olamiz. Undan oldin esa biz Chandlerdan xabar olishimiz kerak. Oyog'ingning rangi o'z holiga qaytibdi. Men va Hayes ovqat topganda borishimiz kerak. Biz yo'qligimizda kim shifokorlik vazifasini bajaradi? Menga ishonishingiz mumkin. Senga rahmat, Nolan. Arzimaydi do'stim. Baliq tuta olamizmi yoki yo'qmi, buni bilish uchun biz ketdik. Omad. Nolan, Chandlerga g'amxo'rlik qil. Boshpanani takomillashtiramiz. Ehtiyot bo'linglar. U yerdagi qorong'u joylardan biriga boramiz. Xo'p, mayli. Muzlar sirpanchiq ekan, ehtiyot bo'linglar. Bu yer juda ham sovuq. Shamol kuchli bo'lyapti. Ha, u to'g'ridan-to'g'ri yuzingga kelib urilyapti. Mayli, shu yerni kavlaymiz. O'z buni suratga olish kerakmidi? Ha, mayli, bu bizni haqiqatan ham Antarktidada ekanligimizni isbotlaydi. Bu yerda yiqilmaymizmi? Yo'q, biz yiqilmaymiz, chunki bu muz juda ham qalin va sovuq. Yordam beraymi? Ha, gap qattiq bosishda emas, shunchaki uni aylantirishda. Tariq, bu yerga kel. Bizga yordaming kerak. Men ko'ra olmayapman. Muz qanchalik qalin? Bilmayman, lekin tez orada aniq teshiladi. Ha, biz buni sezamiz. Bu shafqatsizlik. Taslim bo'lmasdan davom etinglar. Chuqur qazildimi yoki yo'qmi, buni tekshirish kerak. Ha, biz buni uddaladik. Do'stlar, bunga qarang. Ko'zlarimga ishonmayapman. Biz buni uddaladik. Bizning ahvolimiz tobora yomonlashmoqda, chunki bizning qarorgohimizning katta qismini juda ham katta qor uyumi bosib olgan. Jihozlarni ko'p yo'qolibdi. Ovqat ham qila olmaymiz. Men bu yerni tekshirib ko'raman. Tashqarida juda ham qattiq qor yog'yapti. Umid qilamanki, ular kechga yeyishga nimadir olib kelishadi. Nima deb o'ylaysizlar? Biz yetib kela oldikmi? Bu sening yariming, demak biz yana qaziymiz. Tushunarli. Biz baliq tutishimiz kerak. Agarda biz baliq tuta olmasak, qolgan kunlarni qiyinchilik bilan o'tkazamiz va yigitlarning hafsalasini pir qilgan bo'lamiz. Qancha qoldikina? Bu mening qo'lim. Yo xudoyim. Yetib kelishimizga juda ham oz qolibdi va u o'zi ham aylanyapti. Qani yana ozroq, ozgincha qoldi.
Bo'la qol. Tepasidan ushla. Men och qoldim. Ochlikdan o'lyapman. Yo'q. Jismoniy jihatdan endi biz buruqlay olmaymiz. Bizning asbobimiz yetarlicha katta emas. Mana uning uzunligi. Bu yerda baliq tuta olmaymiz. Gaping to'g'ri. Biz bu yerda haqiqatan ham baliq tuta olmasligimizni bilganimizdan so'ng uyga qaytmoqchi bo'ldik. Chunki kiyimlarimiz ham ho'l edi va biz kasal bo'lishni istamas edik. Biz uyga ovqatsiz qaytayotganimiz meni juda ham o'ylantirdi. Chunki bizning oxirgi videomizda ham xuddi shunday holat bo'lgan. Keyingi videoda men albatta muvaffaqiyatsizlikka uchramayman. Hey yigitlar, yegulik topib oldinglarmi? Yo'q. O'zimni xuddi o'tkazuvchidek tasavvur qilyapman. Ha, bugungi kun juda ham yomon o'tdi. Kayfiyatimiz ham tushib ketdi. Men o'ylashimcha 7 kun chidolmayman. Va eng yomoni bu endi 3-kun. Mening butun ust-boshim juda ham qo'l. Lekin bugun tunda sovuq bo'lar ekan. Bu juda ham yomon, chunki bu suv tanangizni oldida muzlab qolsa siz o'lasiz. Hammamizning kiyimimiz qo'l va bugun juda ham sovuq bo'lar ekan. Agarda biz biror bir ish qilmasak, hammamiz kasal bo'lamiz. Ana bu yerdagi archani ko'ryapsanmi? U bizga qo'l keladi. Biz undan foydalanishimiz mumkin. Bu bizni biroz bo'lsa-da issiq saqlaydi. Bu biz uchun mukammal choyshab bo'la oladi. Va nihoyat Face kelyapti. Endi biz bular yordamida biroz bo'lsa ham isinishimiz mumkin. Face bularni olib kelganda bu xuddi menga yangi yil uchun sovg'adek tuyuldi. Chunki bizda ozgina bo'lsa ham umid bor edi. Bugun issiq uxlaymiz deb. Mana hammamiz shu yerdamiz. Hammasi joyida. Yaxshi dam olinglar, yigitlar. O, nihoyat, bu ajoyib. Ey Xudoyim o'zingga shukr, ob-havo juda ham ajoyib. Bu juda ham yoqimli. Ha, nihoyat bugun hamma narsa o'z o'rnida bo'ladi. Ob-havo yana o'zgarar ekan. Hammangizning e'tiboringiz uchun rahmat. Videoning birinchi qismi shu joyda o'z nihoyasiga yetdi. Videoning ikkinchi qismini ko'rmoqchi bo'lsangiz, videoda 1000 ta like yig'ing va men ikkinchi qismini yuklayman. Aytgancha, Telegram kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. U yerda siz uchun qiziqarli bo'ladigan videolar mavjud.